Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslimam, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Odatda bu savolni sizga hamma ham bermasligi mumkin, lekin siz mana shu kamchiligingiz, mana shu yig'loqligingiz, mana shu kechira olmasligingiz bilan menga muhimsiz. Ishoning, sizni hech qanaqa ayblamasdan qabul qiladigan inson sifatida sizni juda ham yaxshi ko'raman. Va keling bugun siz bilan yana ham dildan yaqinroq suhbatlashamiz. Oxirgi paytlarda sizdan juda ko'plab xatli, xabarli SMSlar olyapman va u SMSlarda ustozam yordam bering, erim bilan munosabatlarimiz yaxshi emas. U meni tushunmaydi, eshitmaydi, umuman e'tibor bermaydi. Gullar, sovg'alar tugul sayohatlarni gapirmasa ham bo'ladi. Nima qilishim kerak? Bunday erkak bilan yashashdan charchadim. Yoki-da ustozam, erimni hayotda boshqa ayol bor. Ajrashaymi, ketaymi, qolaymi? Ajrashiy desam, bolalarimni o'ylayman. Qolay desam, erimni hayotdagi boshqa shaxs meni baxtsiz va kundan kunga rashkimni kuchayishga sabab bo'lyapti. O'zimni keraksiz deb his qilyapman degan SMSlar kelyapti. Yoki-da sizdagi aynan eringiz bilan intim munosabatlarda hech kimga ayta olmaydigan, lekin muammolaringizni yashirganingiz sayin sizga og'riq berib, yana ham kattalashayotgan muammolaringiz va savollaringizni menga yuborasiz va ularning barchasiga yechim berishga qaror qildim. Diqqat! Ushbu video agar siz uchun, agar sizda quyidagi muammolar bo'lsa, qaynonangiz tomonidan qadrsizlansangiz, eringiz ichsa, cheksa, yursa, oxirgi paytlarda qarz va kreditlardan qutula olmayotgan bo'lsangiz, bolalaringiz urushqoq, injiq, jizzaki, yig'loqi bo'lsa, o'spirin balog'at yoshdagi bolalaringiz sizni eshitmasdan yigitchalar, qizchalarni topib ketayotgan bo'lsa, oylik faqat sizga tushayotgan bo'lsa, boshlagan biznesingiz yurmayotgan bo'lsa, o'zingiz oilada ham erkak ham ayolga aylanganingizki mayli, lekin eringiz hech ham o'zgarmayotgan bo'lsa, qaynigachilaringizni hayotingizga aralashuvdan charchab ketgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki sizga zo'r bugun taklifi va muammolaringizga yechimni bermoqchiman. Xo'p, keling, men ozgina o'zim haqimda sizga to'xtalib o'tsam, chunki men ham kimnidir videosini ko'rishdan oldin bitta savol beraman. O'zi bu inson kim? Nima qila oladi, qo'lidan nima keladi, nimalar qilgan, hayotida qanday o'zgarishlar qilganki, men bu insonni eshitishim kerak degan fikr shaxsan menda bo'ladi. Men buni normal qabul qilaman, sizda ham bunaqa fikr men haqimda bo'lsa. Qisqa o'zim haqimda to'xtalaman. Men Sitora Abdurahmonova G'aybullayevni 35 yosh to'ldirib, 36 ga qadam qo'yayotgan, oilali, 14 yillik turmushga ega, turmush o'rtog'ini sevimli yagona malikasi, 2 nafar o'g'illarini sevimli onasi, baqirmaydigan, urushmaydigan ona, kelin, qiz, dugona, farzand bo'lish bilan birga 3 ta diplomga ega, O'zbekiston Respublikasi psixologlar assotsiatsiyasidan ro'yxatdan o'tgan, davlatdan ro'yxatdan o'tgan psixologman, oliy ma'lumotli diplomga ega, diplomirованный psixologman. Va shu paytgacha 8 yil ichida aynan ayollar va bolalar psixologiyasi bo'yicha o'qib, izlanib, ishlab, amaliyotchi psixolog bo'lib, shu paytgacha necha yuzlab mualliflik praktikalariga, kurslariga va kitobiga ega oliy ma'lumotli mutaxassisman. Yo'nalishimda ayollar va bolalar psixologiyasi bo'yicha bir necha minglab konsultatsiya qilganligim sababli aynan ularni qiynayotgan muammolarga juda chiroyli yechimlar bera oladigan mutaxassisman va ayta olishim mumkinki, necha minglab oilalarni ajrimdan saqlashga sabab bo'lgan psixolog, psixoterapevt, psixogenetik, gestalt terapevt, travma terapevt, energiya terapevt mutaxassisman. Oddiy tilda siz tushunadigan so'z bu psixologman. Xo'p, bugun men sizga aynan sizni bu muammolaringizga yechim berishga qanday taklif qila olaman, diqqat qiling. Har bitta muammo yetilish uchun ma'lum bir miqdorda vaqt olgan. Keling, birgina oddiy sabab bilan ko'rib chiqamiz. Misol uchun, eringiz sizni eshitmasligi. Eringiz sizni eshitmaydi. Eshitmagan payt qanaqa og'riq his qilasiz? Qisqagina siz bilan bitta chiroyli shu joyi o'zida aynan travmangizni ishlash bo'yicha ozgina yo'nalish beraman. Eringiz eshitmaydi, yaqinroq turing. Nima og'riqlarni his qilasiz o'sha payt? Keraksizlik, e'tibordan chetda qolishlik, hech kimlik, ya'ni o'rningizni yo'qligi, bu juda og'ir his. Ayol uchun dunyoda eng og'ir his hech kimsan pozitsiyasiga tushishi. Ya'ni siz eringizga gapirsangiz, o'tirib telefonni o'ynasa, siz eringizga gapirsangiz, sizga va'da bersa, bajarmasa, ishoning, bundan ortiq qiyin his yo'q ayol kishiga dunyoda.
Endi ikkinchi savol. Aynan mana shu hissi siz erga tegishingizdan avval kimda ko'rgansiz? Kimda his qilgansiz? Kim orqali his qilgansiz? Ikkinchi sizga savolim. Eslang, men ungacha javoblarni berib turaman. Juda katta ehtimolligilar sizni dadangiz, onangizni qadrsizlantirgan. Juda katta ehtimolligilar sizni buvingiz, dodangiz, onangizni yerga urgan. Ya'ni sizlarning oilangizda kelin bu qul programmasi. Juda katta ehtimolligilar siz o'zingiz oyi, men chupa-chups yegim kelyapti deya oyingiz, adangizga hissiyotlaringizni bildira olmagansiz. Hech kim eshitmagan programma erga tegishingizdan avval sizda bor edi. Erga tekkachgina keraksizlik hissini olmadingiz. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Biz bolaligimizda yakunlanmagan obrazlar, pozitsiyalar, travmalarni yashab yuribmiz. Siz bir necha mutaxassislardan buni karma degan so'z bilan taniysiz. Ya'ni karmический узел, karmический связь, bu karma. Xullas, hokazo. Одно и то же. Ya'ni bitta narsani aytiladi hamma, ya'ni o'sha bolalikda yakunlanmagan travma. Ya'ni bolalikdagi qadrsizlik hissi hali ham davom etyapti. Demak, sizni hozir eringiz qadrsizlantiryapti, lekin bu birinchisi emas. Oxirgisi ham emas, agar siz yakunlamasangiz. Demak, buni ildizi orqaga borib, necha yil orqaga borib taqaladi. Demak, sizni muammongiz bittada shilchoq bilan yasalmagan, kelmagan, ancha yillar ketgan. Savol sizga, shu turmushga chiqqaningizdan buyon o'rtacha necha marta ajrashaman degan fikr etdingiz? 100, 1000, 2000, qancha? Men o'rtacha garantiya beraman, o'rtacha 100 marta etdingiz. Bizni ongimiz, biz qaysi so'zni takror etdik, o'sha vaziyatlarni tanlov qilaveradi. Demak, bu programmani ham siz turmushga chiqishdan avval kimdadir, qayerdadir, qandaydir vaziyatdadir olgansiz. Demak, sizni muammongiz bittada paydo bo'lmadi, u bittada yakunlanmaydi. Men sizga mukammal yondashgan holatda bitta taklif orqali hamma muammolaringizga yechim bermoqchiman. Turmush o'rtog'ingiz, qaynonangiz, farzandingiz, intim, pul, qalbingizdagi huzur yo'qligi, amallaringizda qattim tura olmasligingiz, dangasaligingiz, energiyangiz yo'qligi, semirishingiz, ozishingiz hammasiga. Zo'rmi? Zo'r bo'lsa izohlarda zo'r, menga ma'qul deng. Tasavvur qiling, men sizga shunaqa bitta sehrli tabletka beryapman. U tabletkada boshingiz og'rig'i ham qoladi, ichiklaringiz ham zo'r bo'ladi, shamollashingiz ham ketadi, burningiz bitishi ham qoladi, quloq og'rig'i ham qoladi, figurangiz ham cho'tki bo'ladi, eringiz ham qoladi. Bu hokazo. Zo'rmi? Zo'r. Mana shu tabletkani necha pul desam ham olasiz, to'g'rimi? Nimaga? Chunki bittada hammasiga yechim beryapti. Alohida bosh og'rig'iga, alohida quloq og'rig'iga, alohida qorin og'rig'iga emas, hammasiga bittada. Bu zo'r taklif. Va mana shunday tabletka bor. Ya'ni majoziy ma'nodagi tabletkaning nomi aynan mani sevimli ayol kursim. Bu qanday kurs? Nima uchun bu o'rtaga keldi? Ko'pincha o'quvchilarimdan, muslimalarimdan eshitaman. Falonchi pismadoncha kurslarda o'qidim, lekin faqat bitta mavzu bo'yicha o'qidim. Mana bunisi qolib ketdi. Yoki mana psixologda o'qidim, faqat mana bu o'qidim-da, mana bu qolib ketdi. Yoki o'qidim-da, amal qila olmadim, natija bo'lmadi, vazifa qila olmadim kabi sizdagi barcha o'sha muammolarni o'rganib chiqqach, bittada hamma muammolaringizga yechim berishga qaror qildim. Sevimli ayol kursi bu sizni hayotingizdagi barcha muammolarni qamrab olgan kurs. Shu paytgacha kursimizda 1000 ga yaqin muslimalarim allaqachon o'qib, zo'r natijaga chiqib bo'lishdi. Demak, men sizga ishonch ila ayta olamanki, inshaalloh sizni ham natijaga olib boradigan bu kursimni men sizga taklif qila olaman. Keling, men sizga yaqinroq tanishtiraman. O'zi bu qanaqa kurs, qaysi mavzularni olishi mumkin, nimalar bor ichida? Chunki nimadir men sizga taklif qilgan, misol uchun men sizga mana shu taklif qilsam, nima bu? Nimaga ishlata olayman? Nimadan tashkil topgan deysiz-ku. Xuddi shunaqa kursimni ham men sizga xuddi shunaqa tanishtiraman. Kursimizning nomi Sevimli ayol. Unda quyidagi modellar mavjud. Energiya modeli. Energiya modelida nega dangasasiz, nega ozolmaysiz, nega semira olmaysiz, nega erinasiz, nega oxirgi paytlarda tushkunsiz, depressiyadasiz, charchagansiz, hammasidan voz kechib boshingizni olib qayerdir ketgingiz keladi, nima uchun? Hammasi kirgan. Keyingisi bu munosabatlar modeli. Keling, men sizga yana ham bularni kengroq ochib berishga harakat qilaman. Demak, energiyada siz samatsingiz nimaga past, energiya nima, u nimalardan olinadi, nimaga insonlarga yo'q deya olmaysiz, nimaga boshqalarning fikrisiz qaror qabul qila olmaysiz, dangasalikdan chiqish uchun nima qilish kerak, nega vaqtingizda baraka yo'q, nimaga siz semizsiz, ozuqsiz, bularning barchasi energiya modelimizda bor. Demak, birinchi model bu energiya.
Ikkinchisi munosabatlar. Mana shu joyga diqqat qiling. Biz shunchaki motivatsion darslik bermaymiz. Mani boshqa mutaxassislardan farqli jihatim bu, o'zi mani temperamentimni xoleriklik ustun bo'lgani uchun men aniq konkretikani yaxshi ko'raman. Men yomon ko'raman bitta narsani uzun, jvachki qilib, muslimam, sabr qiling, katta xolam sabr qildi, siz qiling, shu ekan demayman. Men aniq yechim, nimaga sabr qila olmayapsiz, nima uchun qila olmayapsiz va nima qilish kerak, nima uchun va qanday qilish kerak, hammasiga yechim bera olaman. Va ikkinchi modulimiz bu munosabatlar. Bu yerda men sizga nimalarni o'rgata olaman? Xudo xolisa, eringiz nimaga siz sevmaydi, nimaga e'tibor, mehr, sovg'a bermaydi? Nimaga men iPaddan ko'rib beryapman? Chunki juda katta mavzular. O'sha uchun ko'rib bitta ham o'sha qolib ketmasin. Yani yechim bergan aynan sizning muammongiz qolib ketmasligi uchun qarayapman. Sizni eringiz nima uchun xiyonat qiladi? Nega erkak ikkinchi ayolga uylanaman deb manipulyatsiya qiladi? Erkak nega sizga pul bermaydi yoki teskari? Ming afsuski, shunaqa zamonga keldik. Ayolidan pul oladigan erkaklar bor. Men boqolmayman, sen ham boqasan, sen ishlayapsan, davay oilaga sen ham pul tik degan erkaklar ming afsus bor. Nima uchun? Lekin bu hali ajrimga qaror berish kerak emas. Nega vaqtingizda baraka yo'q? Qaynonangiz sizni ovsiningiz bilan nega solishtiradi va maqtamaydi? Bu ikkinchi modulimiz edi o'rtoqlar. Men hali bulardan olinadigan natijalarni gapirmayman, e'tiborli bo'ling. Hali nimalari bor ichida tanishtiryapman. Uchinchisi farzand tarbiyasi. Ishoning, bu gal siz farzand tarbiyasida o'qiganingizdan keyin men ishonchli ayta olaman, o'zingizni bolangizga o'zingiz psixolog bo'la olasiz. O'zim вообще-то Sevimli ayol kursimni o'zimga psixologman deb ataganman. Ikkinchi nomi shu. Chunki bu yerda bir ayol oilasiga psixologlik qilishi mumkin bo'lgan barcha muammolarni qabrab olganman. Demak, farzand tarbiyasida tarbiya o'zi nima? Tarbiya turlari, bolalik travmasi o'zi bormi? Nimaga hamma psixolog chiqib olib travma deb jonga tegdi bular nima o'zi? Ko'rib chiqamiz. Nega farzandlaringiz bilan kelisha olmaysiz? Nega insonlarga tez bog'lanasiz va ulardan uzila olmaysiz? Bolalik kasalliklari, ona orqali ularni bartaraf qilish yo'llari. Nega ota o'z farzandiga mas'uliyat olmaydi? O'zi farzandni tug'dirib qo'yadi-yu, alimentini bermaydi, e'tibor bermaydi, mehr bermaydi. Ko'chadagi oshna og'aynilarni ustun qo'yadi, ayoliga vaqt ajratmaydi. Nimaga? Va eng zo'r joyini aytaman. Ajrimga shoshmang toki mana shu kursimni o'qimaguningizgacha. Men inshaalloh kafolat bera olamanki, mana shu kursimdan keyin siz aniq ajrashmaysiz. Chunki ajrim yechim va yakun emas. Siz erkak bilan ajrashasiz, kallangiz bilan ajrashmaysiz. Eringizga bo'lgan nafratingiz bilan ajrashmaysiz. O'sha erkakka bo'lgan struktura, o'sha travma miyangizda qoldimi? Xuddi shunaqa travmali erkak kelish ehtimoli 90% bo'ladi. Keyingisi 4-modul bu seksologiya. Xo'p. Men medisda tomonlamaganman, lekin men aynan insondagi intim muammolar ruhiyatdan ekanligini aniq bilaman va buni sizga o'rgatmoqchiman. Seksologiya bo'lmada jinsiy hayot nima? Nega juftlar bir-biridan intim munosabatlarda ko'ngli to'lmaydi? Nega siz orgazm ola olmaysiz? O'zi avashita orgazm nima? Libido nima? Siydik ushlay olmaslik, matka osilishi, vaginizm, masturbatsiya, intim poza turlari, tug'ruqdan keyin qorinni yo'qotish, o'zi tug'ishimiz bizni qorinimiz bo'lishiga asosmi? Mana shu joyini ham ko'ramiz. Men shu joyda aytib o'taman. Men kesira bo'lganim uchun qornim bor deb tashlab qo'ymang. Chunki men ham kesira bo'lganman va alhamdulillah ideal tana indeksiga egaman. Ideal tana indeksiga egaman. Tanim vaznim kam, ko'p ham emas, ideal. Qornim ham yo'q, formam ideal. Nimaga? Chunki aynan buni ruhiyatda ishlash sabablarini bilaman. Erta yoshdan teginilingan qizlar hayoti va intim munosabatlar bu 4-moduli. Tasavvur qilyapsizmi? Hali men kursim mavzularini yakunlamadim. Bu shunaqangi sehrli tabletka. 5-modul pul psixologiyasi, kambag'allik dasturidan chiqish, qarzdorlikdan butun umrga xalos bo'lish, pul bloklarini ochish, erimizni pulda o'stirish, o'zidan pul qozonadigan ayollar erini sindirishi, maqsadlaringizni 100% amalga oshirish yo'li, noldan biznes boshlab $1000 daromadgacha chiqish. Tasavvur qiling. Bitta darsda shuncha mavzu. 6-modul sakinat va baraka. Nega qalbingizda sakinat yo'q? Nega to'g'ri niyat qila olmaysiz? Nega duo qila olmaysiz? Nega to'g'ri so'ra olmaysiz? Bu bizni aynan sizga beradigan asosiy mavzularimiz edi. Bundan tashqari, hali shoshmang, bu mavzulardan tashqari bizda bonus darslarimiz bor. Keling, mazkur bonus darslarni ham tanishtirib o'taman. Tasavvur qiling. Bitta kursda shuncha mavzu plus, ya'ni buncha mavzuni shaxsan kabinadan olasiz. Bundan tashqari bizda mehmon, ekspert mutaxassislarimiz bor. Bular 13 yillik tajribaga ega kosmetolog Nargiza Zaynidinova tomonidan
yuz va teri sog'lom parvarish bo'yicha dars kosmetolog tarafdan. Ikkinchisi, vizajist Nilufar Ismoilova tomonidan o'zimga vizajistman professional makiyaj bonus dars. Biz bonuslar haqida gaplashyapmiz. Ya'ni asosiy mavzudan tashqari siz muslimanmi, har tomonlama ideal bo'lishingizni xohlagan men mutaxassis ekspertlarni ham taklif qildim. 10 yillik tajribaga ega integrativ bolalar nevrologi Nargiza Rustamova tomonidan bolani antibiotiklarsiz katta qilish va shamollashni osonroq davolash yo'llari bonus darslari ham beriladi. Tasavvur qilyapsizmi? Biz hali sizga mavzularni tanishtirdim va bonus darslarni ko'rsatdim. Agar siz mana shu darslarni qo'lga kiritsangiz, qanday natijalarga chiqasiz? Inshaalloh men sizga, agar siz mana shu kursda o'qib vazifalarni bajarsangiz, chiroyli natijaga chiqishingizni, vazifalarni bajargan holatingizda kafolat bera olaman. Misol uchun, quyidagi natijalar sizda bo'ladi. Kasallikdan butunlay chiqasiz, kasalliklardan qutulasiz, jabrdiyda obrazdan chiqasiz. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortib, insonlarning fikridan uzilasiz. Odamlar nima deb deydi degan fikrdan uzilib, energiyangizni doimiy yuqori va pozitiv yurishga erishasiz. Hech qanday diyetalarsiz shaxsan kaminadek ideal tana indeksiga, ya'ni formasiga ega bo'lasiz. Qorningizni yo'qota olasiz, qabziyatdan chiqasiz, oshqozon-ichak sistemasidagi muammolardan qutula olasiz. Keyingisi, agar siz munosabatlar modeldagi vazifalarni zo'r bajarsangiz, sizni mana shunday natijalar kutyapti. Eringizni kechirasiz va hattoki qayta sevib qolasiz. Agar u takror xiyonat qilgan bo'lsa ham, eringizdan mehr, e'tibor, pullar, hadyalar olasiz. Nikohingizni saqlab qola olasiz. Eringizni xayollaridan chiqmaslik sirlarini bilasiz va albatta xayoldan chiqmaysiz. O'zingizga ishonchingiz ortadi. Voz kechinilmaydigan ma'shuqaga aylanasiz. Eringiz uchun magnitga, pullar uchun magnitga aylana olasiz. Ko'chadagi ayollardan eringizni tortib olasiz. Eringizga ta'sir qilish yo'llarini o'rganasiz, sayohatlarga ochilasiz. Qaynonangiz uchun sevimli kelinga aylanasiz. Agar siz farzand tarbiyasidagi modeldagi vazifalarni bajarsangiz, tasavvur qiling, bularning barchasi bitta kursda. Biz aytmayapmiz, bitta alohida kurs. Bularning barchasi bitta kursda. Farzandlar boshlari omon bo'lsin. Ko'ryapsan, farzand tarbiyasiga kelganda qo'shni xonadagi bolalarim javlon urib baqirishyapti men bilan birga. Chalg'imaymiz, davom etamiz. Keyingisi farzand tarbiyasi. Agar siz bu modelni to'liq o'zlashtirsangiz va vazifalarni bajarsangiz, sizda quyidagi natijalar bo'ladi. Bolangizni travmalarsiz katta qilish yo'llari, bolangiz tilini topa olasiz, farzandlaringizga baxtli hayot ssenariysini bera olasiz, ajrim ssenariysidan qaytara olasiz, bolangizdagi sizga va eringizga bo'lgan nafratni ishlab, bolangizning o'zingizga bo'lgan ishonchini orttira olasiz. Bolangizni ko'chadagi nosog'lom bog'lanishlardan qaytarib, o'rtangizdagi ko'rinmas devorni olib, baqirmaydigan, ularga jazo bermaydigan, urushmaydigan onaga aylanib, bolalaringizni tez kasal bo'lishini dorilarsiz davolashni o'rganasiz. Xo'p, agar siz seksologiya bo'limidagi vazifalarni bajarsangiz, sizni quyidagi natijalar kutmoqda. E'tiborli bo'ling. Biz alohida kurslar haqida gapirmayapmiz. Bu bitta kursdan shuncha natija ola olasiz, siz ishtirok etib vazifalarni qilsangiz. Xo'p, jinsiy hayotdagi muammolarni bartaraf qilasiz, orgazmni ola olasiz, gormonal buzilishlaringiz yo'qoladi. Gormonal buzilishlar yo'qolganlik evaziga ozasiz, intim yaqinlikda o'zingizga mos bo'lgan juftingiz bilan qulay holatni tanlay olasiz. Siydik ushlay olmaslik, matk osilishlik, vaginizm, masturbatsiyalardan xalos bo'lasiz va jinsiy hayotingiz bilan bog'liq bo'lgan travmalardan qutulasiz. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki oldimga kelgan 10 tadan 8 ta ayolda albatta yoshlikda yoki amakivachchasi, yoki tog'avachchasi, yoki xudoyim endi o'zi asrasin, boshqa holat adasi tegadigan holatlar bor. Men necha yillardan beri shu sohada ishlayotgan mutaxassis sifatida buni ko'rib kelyapman. Va aksar holatda o'sha ayollarimizdagi aynan matka sohasidagi rakmi, miyomami, kistami, o'simta har xil kasalliklarni shakllanish, hattoki bepushtlikka sabab yoshlikda o'sha qizlarimizni, ya'ni ayollarimizga teginilingan holatlar bo'lganligi ko'rganim uchun bu mavzuni kiritganman. Siz bu darslarda ishtirok etishingiz shart. Agar sizni yoshlikda xuddi shu muammongiz bo'lgan bo'lsa, bolalaringizga shu travmani bermaslik uchun ham ishtirok etishingiz kerak. Eringiz bilan intim munosabatlaringiz zo'r bo'lishi uchun ham ishtirok etishingiz kerak. Maski bitta gap aytaman, siz xohlaysizmi, men xohlaymanmi, yo'qmi farqi yo'q. Er bilan munosabatlarda, eringiz bilan munosabatlardagi birinchi asosiy nuqta bu intim hayot. Men hali intim munosabatlari zo'r bo'lgan er-xotinni ajrashib ketganini ko'rganim yo'q. Ajrashgan juftliklardagi eng katta asosiy nuqta ular joyi alohida bo'lib, o'sha allaqachon bitta tom ostidagi begonaga aylanib bo'lishgan edi. Tushunyapsizmi? Siz xohlaysizmi, xohlaymisiz? Intim erkak bilan siz orasidagi eng katta ko'prik
bu ko'prikka saqlab qolmas ekansiz, menga kerakmi shu deb irg'anar ekansiz, siz eringizni yo'qotasiz. Va buni ustiga yetmaganda o'zingiz ham kasal bo'lasiz. Xo'p, zerikib qolmayapsizlarmi? Ana shokda qolayotgan bo'lsangiz kerak. Bitta kursda shuncha natijada, real bitta kursda shuncha natijamiz bor. Va buni bitirgan minglab o'sha opa-singillarimizda ham allaqachon bu natijalar bo'ldi. Jonli odzivlarni mana общий kanalga kirib ko'rishingiz mumkin. O'sha yerda ham jonli odzivlarni joylab qo'yganman. Hali havolani qoldiraman. Xo'p. Aynan pul modelida siz pul psixologiyasini o'rganib, kambag'allik dasturidan chiqasiz, o'zingizning pul bloklaridan xalos bo'lasiz, o'z qobiliyatlaringizni aniqlab, unga pulga aylantirish yo'llarini o'rganasiz, har qanday maqsadingizni amalga oshirishni boshlaysiz, eringiz va o'zingizni biznesingizni boshlab, eng muhimi, eringizni sindirmasdan ayollik energiyangizda pul topasiz. Bolajonlar yashasin. Ular men bilan baravar gapirishyapti. Qo'shnixonda bolalar rasmga tushyapti va eng asosiysi siz uyda o'tirgan holatda noldan boshlab biznes qilishni o'rganib, biznes ledi bo'lib o'zingizni pullaringizni boshqara olasiz. Xo'p, sakinat va baraka modelini nimaga qo'yganman? Sizlar menga ko'p savol berasizlar. Amallarimni to'liq qila olmayapman. Har gal 5 mahal o'sha ritualimni qilaman deyman, qila olmayapman, tura olmayapman, uyg'ona olmayapman. Yordam bering, meni iymonim zaif, meni irodam zaif. Aynan mana shu model sizga to'la to'kis qalb xotirjamligi chiqishingizga yordam beradi. Xo'p, ana endi muslima. Endi qarang, hozir o'zingizga mana kurs tarkibidagi mavzular, unga chiqishingiz mumkin bo'lgan natijalaringiz, chiqa olishingiz mumkin bo'lgan natijalaringiz va bonus darslar bilan tanishtirdim. Sizga xuddi shunday sehrli tabletkani bermoqchiman. Qabul qilishga tayyormisiz? Hayotingizdagi muammolarni prosta bostirmasdan yechib chiqib ketishga tayyor bo'lsangiz, men sizga qo'limni cho'zishga tayyorman. Sevimli ayol kursimga ayni damda juda ham katta chegirmani berganman. To'xting, siz ichingizda bitta xavotir bor. Men Rossiyadaman, men Turkiyadaman, men Amerikadaman, farqi yo'q. Siz dunyoning istalgan nuqtasida, istalgan vaqt soatida darslarni ko'rish imkoniyatiga egasiz. Tasavvur qilyapsizmi? Shunaqangi sehrli tabletka, mo'jizaviy tabletka bu. Va sevimli ayol kursimga hozir o'zida juda katta chegirma bilan ro'yxatdan o'tish uchun pastga qarasangiz, izohlarda havola qoldirilgan bo'ladi. Описаниеga qarasangiz, mana shu havola orqali, agar havolani bossangiz kirmasa, yonida telefon raqamlarini ham qoldiramiz. Telegramda mana shu raqamlarga yozsangiz, mana shu havolani bossangiz, pastda turibdi. Siz aynan sevimli ayol kursimga katta chegirma bilan ro'yxatdan o'tib ishtirok eta olasiz. Men doim bitta gapni aytaman, shoshmang, bitta gapdan davom etaman. Insonni hayotda sinovlar hech qachon tugamaydi. Hech qachon. Siz sinovlardan yoki o'tasiz, yoki sinovlar kattalashib boraveradi. Lekin voy qiynaldim, voy yig'layman, voy dod, menga qiyin deganingiz bilan foyda yo'q. Sizda ikkita yo'l bor. Sinovlardan ilm olib, o'tib yengasiz yoki u sinovlar katta bo'lib sizni qiynaydi. Bundan tashqari sizda yana ikkita yo'l bor. Siz bu sinovlarda umringizni, hayotingizni, munosabatlaringizni, sog'lig'ingizni yo'q qilib, hayotingizni tikib o'tmoqchimisiz? Yoki bundan o'tish yo'lini biladigan insonga pulingizni tikib, bir umrga investitsiya qila olmoqchimisiz? Ilm bu bir umrlik investitsiya. Siz meni kursim sotib olgach, to'g'ri nechadir oyda o'tib beriladi. Meni kursim nechadir oydan keyin sizdan olinishi mumkin. Lekin sizni ongingizdagi, sizni kallangizdagi ilmni ola olmayman hech qachon. U sizda qoladi bir umr. Bu degani siz bir umrlik investitsiyaga pul tikyapsiz. Misol uchun mana shu telefon sotib olsangiz, deylik $1,5 ming. Bitta tushib sinib ketsa $1,5 ming yo'q degani. Lekin siz kursimiz bunaqa narx turmaydi, vaholanki juda arzon turadi. Siz arzimagan summani sarflab, hech qachon sizdan o'g'irlab bo'lmaydigan, yoqib bo'lmaydigan, sindirib bo'lmaydigan, tortib olib bo'lmaydigan ne'matga investitsiya qilyapsiz. E'tiborli bo'ling. Ko'pincha opa-singillarimizni voy mana shu pulga uyolar kechirasiz, abaya olardim, tilla olardim, produkt olardim degan gaplarni eshitib qolaman. O'sha produktni, o'sha tilla, o'sha siz qandaydir ishlatadigan iste'mol buyimingiz bir kun kelib tugaydi. Lekin ilmni muddati yo'q. Ovqatni sotib olasiz, xolodilnikda turish muddati bor. Yoziladi, срок годности. O'sha muddatdan keyin ayniydi. Lekin ilm hech qachon aynimaydi. Hech qachon srok godnosti yo'q. Uni hech kim sizdan o'g'irlab yurib qaytarib ola olmaydi. Bu degani dunyodagi eng katta siz tikishingiz mumkin bo'lgan investitsiya bu ilm. Ongingiz o'zgarmaguncha hayotingiz o'zgarmaydi. Misol uchun, eringiz ichmasligi uchun, chakmasligi uchun, yurmasligi uchun hamma ish qilib ko'rdingiz-ku, o'zingizga qaradingiz, ozdingiz, semirdingiz, kosmetologga bordingiz, foyda bo'lmayapti-yu. Bo'ladigan ish qiling. Men sizga aniq tabletka beryapman, yechim beradigan. Yoki bolangiz bilan injiq bolangiz urib ham ko'rdingiz, baqirib ham ko'rdingiz, jazolab ham ko'rdingiz, natija bo'lmayapti-yu.
keling emaski, natija bo'ladigan tabletkani taklif qilyapman va bu tabletka sizni ongingizda qolib ketadi bir umr. Rozimisiz? Keling sizga bir umrlik investitsiya. Unda tezda mana shu pastdagi havolani bosib, juda katta chegirmada kursimga hoziroq qo'shilib oling. Chunki kursimizda joylar soni chegaralangan va bu kursimiz yana qachon qayta qabul ochamiz noma'lum. Hozir shu on, shu daqiqada Xudo sizga bergan imkoniyatdan foydalanib qoling. Men aniq bilaman, siz hayotingizdagi muammolaringiz joningizga tekkan va bu siz bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaysiz, voz kechmaysiz va to'g'ri tanlov qilib kursda ishtirok etasiz. Kursda ko'rishamiz, o'zingiz ehtiyot qiling.